Assalomu alaykum hammanglarga. Bugun sizlar bilan o'tgan darsimizdan keyin chiqqan xulosamizga taqaladigan bo'lsak, u yerda biz sizlar bilan qanaqa qilib o'zimizning mahsulotimizni mana shu Amazon sistemasiga kirgizishni o'rgangan edik. Endi kirgizganimizdan keyin bugun sizlar bilan qanaqa qilib o'sha mahsulot ustida ishlashni va qanaqa qilib inventarizatsiyamizni olib borishni va qanaqa qilib bizani Amazondagi ko'rsatgan skladimizni menejmentini olib borishni gaplashib o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu har doimda o'sha o'zimizning Amazon akkauntimizga kirganimizdan keyin mana bu yerda endi sizlar уже mana bu yerga tepaga ssilkalar chiqarib qo'ygansizlar. Bu narsani sizlar bilan уже o'tganmiz. Biz bosamiz Manage all inventory'ni va bosganimizdan keyin hozir har doimdek Amazon o'zini stilida yangi interfeys bilan chiqaryapti. Oxirgi paytlar o'zini har bitta stranitsa, ya'ni page'larni. Shunga ham use previous version degan joy bor. O'shani bosamiz va eski variatsiyamizga o'tamiz. Bir paytlar sizlarga kursimizni boshlanayotgan paytida har bitta kolonka nimani ko'rsatib berishini tushuntirib gapirib bergan edik. Endi hozir men sizlarga yana bir marta takrorlab aytib o'tib ketmoqchiman bu narsa haqida. Xo'p, birinchi qaraydigan narsamiz bu statusimiz aktiv bo'ladi agar bizani tovarimiz уже savdoda bo'lsa. Savdoda bo'lmagan, endi tayyorlanayotgan paytida ikki xil, uch xil statuslar bo'ladi. Ya'ni incomplete statusi bo'ladi yoki inactive statusi bo'ladi. Ya'ni hali umuman savdoga chiqmagan yoki qanaqadir aytaylik boshqa muammoga ega yoki muammoga duch kelgan status, misol uchun aytaylik out of stock bo'lishi mumkin, yana boshqa statuslar bo'lishi mumkin. Sizlarga hozirgi kunda kerakli bo'ladigan narsa bu o'sha active, inactive va incomplete statuslari ko'pincha uchraydigan. Shunga bu status haqida gaplashamiz. Endi bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizda rasmimiz, undan keyin bo'lsa SKU kodimiz, bilasizlar, stock item unit number bu o'sha Amazonning ichkari SKU kodi. Keyingisi product name tegida asini bo'ladi. O'sha informatsiya, ya'ni produktimizga bosib o'tib ketib ko'rsak bo'ladigan informatsiya bilan asin nomeri va qachon bu mahsulotni biz bazaga kirgizganmiz, qachon oxirgi marta informatsiyasini o'zgartirganmiz. Bu yerda nechta dona biz sotayotganligimiz, shunga ahamiyat berishimiz kerak. Bu juda ham muhim joyi, chunki bu yerda biz har kuni obnovlat qilib turadigan informatsiyamiz bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bizani поставщикimizga qarab turib. Keyingi qaraydigan narsamiz estimate fee per unit sold degani, bu yerda har bitta Amazonda o'sha sotilgan aytaylik sizning mahsulotingizdan olayotgan primerni o'zini protsenti. Ya'ni o'sha 15% deylik. Price and shipping cost, bu yerda sizlarga ko'pincha bu yerda bo'ladigan narsa o'sha narxini sizlar o'zingizlar o'rnatasizlar mana bu yerda competitive price deb yozib qo'ygan. Bu yaxshi narx berayotganinglar haqida informatsiya ko'rsatib qo'yilgan va galochka berib qo'ygan, ko'ryapsizlar. Xo'p, keyingisi bu yerda business price sizlarga kerak emas, bunga ahamiyat bermanglar. Featured offer eligible. Bu bizani ayni buy boxga tushish imkonimiz borligi haqida ko'rsatib o'tyapti. Ya'ni bormi yo'qmi deb. Yes or no. Mahsulotni endi tiqqanimizda bazaga 1-2 kun bu bizani imkonimizni hali analiz qilayotgan muddatida bizda featured offer eligible bu yerda no turadi. Va 2-3 kundan keyin bu o'zgarish imkoniga ega. Ya'ni boshqa o'sha yesga o'tadi. Agar sizlarning haqiqatan narxinglar va qo'yayotgan mahsulotinglar shunga eligible bo'lsa, shunga to'g'ri kelsa. Xo'p, keyingisi bu edit knopkasi. Edit knopkasidan yonida ko'rayotganinglardek mana pastga tushiradigan, spiskasini chiqaradigan knopkasi bor va bu yerda ko'rsanglar nimalar bor. Misol uchun edit. Bu edit deydigan bo'lsa, hozir buni bosadigan bo'lsa, polностью listingga totalniy ichiga kirib, ichidan polностью hamma narsani o'zgartirish imkoniga ega knopkasi, lekin bu sizlarga kerak emas. Bu bilan shug'ullanmanglar. Listinglarni boshida tiqqaninglardan keyin buzib qo'ymanglar. Keyingisi har bitta o'zgarish, har bitta listingdagi o'zgarish bu qanchadir vaqt oladi, qanaqadir ta'sir qiladi. Shunga boshidan hamma narsani kirgizayotganinglarda aniq o'lchab bilib keyin kirgizganinglar ma'qul. Keyingisi rasmlarni manage qilish, ya'ni o'zgartirish, qo'shish va hokazo. Bu ham sizlarga kerak emas.
Keyingisi bu xuddi shu turgan listinglarni yana bitta kopировать qilish, qo'shish. Bu ham sizlarga kerak emas. Keyingisi bu holatiga qanaqadir qo'shimcha qo'shish, ya'ni misol uchun mana shu narsa bo'lsa, buzilgan yoki buzilmagan holatini aniqlab, yana qo'shimcha informatsiya kiritish, bu ham sizlarga kerak emas. Xo'p, bu change to fulfilled by Amazon qachonki sizlar keyinchalik kelajakda уже FBA ishlatgan paytinglarda bu narsa balkim kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi paytda sizlarga umuman kerak emas bu narsa. Bu ayni yetkazib berish usulini FBA usuliga o'tkazish. Ya'ni уже fulfilled by Amazon ga o'tkazish. Bunda уже sotuv modelliklari ham o'zgarib ketadi. Keyingisi match low price. Bu eng arzon narxga to'g'rilab qo'yadi. Ya'ni aytaylik 5 ta sotuvchi bo'lsa, sizlardan arzonroq sotayotgan odamlar bilan mana bitta ko'rsatib turadi o'zi mana shu yerda lowest price deb o'sha narxga to'g'rilab qo'yadi. Bu ham kerak emas, prinsipda sizlarga bu narsani shu yerda o'zidan o'zingizlar mana bu yoqni o'zidan upravlat qilib to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Keyingisi close listing. Close listing bu listingga yopish. Sizlar bazaga informatsiyani kirgizdinglar, mahsulotni kirgizdinglar, kirgizganinglardan keyin sizlar listinginglarni o'chirib tashlamasdan просто как inactive, aktiv emas anaqasiga rejimiga tushirib qo'yasizlar. Shunda как бы listinginglarni yopib qo'yasizlar. Ya'ni sizlar sotmaysizlar, boshqa narsa qilmaysizlar. Sizlar turasizlar. Misol uchun aytaylik, Amazonda shunaqa bo'ladiki, klient sotib olaman degan paytda u sizlarni listingingizga kirib qoladi, lekin add to cart knopkasi bo'lmaydi. Chunki listing bor, lekin sotilmayapti. Ya'ni hozirgi paytda qanaqadir muammosi bor, shu odamni o'zi to'xtatib qo'ygan savdoni. Bu shu narsani anglatadi. Keyingisi bu delete product and listing. Bu уже totalni o'chirib yuborish. Ya'ni полностью listinginglarni ham o'chirib yuboradi, produktinglarni ham o'chirib yuboradi, misol uchun. Endi bitta farqini qaranglar. Listinglarni просто yopib qo'ysanglar, aytaylik kimdir jalba qilishi yoki boshqa narsasidan yopmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, close listing qilmanglar, chunki close listing qiladigan bo'lsanglar, bu jalbalar по-любому kelaveradi. Bu sizlarni listinginglar misol uchun u o'zi bazada turaveradi, sizlarni konkurentinglar u narsani ko'ra oladi. Полностью totalni o'chirib yuborsanglar, unda уже hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xo'p, keyingisi bu advertise listing, bu reklama qilish. Hozirgi momentda sizlarga bu narsa kerak emas. Keyinchalik уже FBA qilayotganingizda o'zingizlarni private label yoki boshqa modul bilan sotayotganingizda, misol uchun boshqa usul bilan sotayotganingizda shunga ishlatsanglar bo'ladi. Keyingisi change shipping template, bu yerda yetkazib berish usullarini o'zgartirish va bu yerda qanaqadir duplikat produktlaringlar bo'lsa, o'shalarni birlashtirib qo'yish deb yozilgan. Xo'p, sizlarga bu spiskadan o'zi kerakli bo'ladigani shu ikkita dona yopish bilan va o'chirib tashlash umuman degan joyi kerak bo'ladi. Qolgan narsalarga umuman tegmaganinglar ma'qul. Bu sizlarga umuman kerak emas. Hozirchalik bugunchalik biz sizlar bilan manage inventory sectionida, ya'ni nimalarga ahamiyat berishni yana bir marta takrorlab, yana bir marta gaplashib o'tdik. Keyingi darslarimizda qolgan narsalarni yana gaplashamiz. Katta rahmat.